Yana bir hafta o'tdi va nimalar sodir bo'ldi? Hafta yangiliklari Azam Qahramoniy kanalida hozircha hali ham nomi yo'q loyiha va eng muhim narsani aytmoqchi edim. Agarda siz har hafta kutayotgan bo'lsangiz, "O, mana chiqdi, ko'ramiz" deb bizni qo'llab-quvvatlayotgan bo'lsangiz va loyiha sizga ma'qul bo'lgan bo'lsa, hozir like bosib qo'ying, esdan chiqib qoladi keyin, chunki bu loyiha uchun juda ham muhim. YouTube buni qaraydi, "Okey, qani boshqalar ham ko'rsa-chi" deydi. Biz boshlaymiz. O'zbekistonda yo'lni qarama-qarshi tomonda yurish trend bo'lyapti. Buni ko'rgandirsizlar xabarlarda ham. Ha, bu yangilik emas, buni bilamiz. Mana bu videoni ko'rgandirsiz. Ana yo'lda qolganman, ana yo'l deyapman. Aynamga urmaydilar. Ammo yo'lina kelar aka. Ha, gap yo'q aka, lekin haqiqatan gapga usta ekanlar. O'zaro qarab-qarshi joyda yuribdilar, lekin nari odam urush beryaptilar. Gap yo'q ekan. Yana bitta holat bo'lgan. Bu sal kechirimli, opa bilmaganlar ham qarama-qarshi joyda yurganlarini, lekin oxirgisidek odam u ham aniq bilib turibdi, hech ham uyalish yo'q bundan. Avtomashina vaqtincha saqlash uchun jarima maydoniga joylashtirildi. Tez orada ushbu holat yuzasidan qanday chora ko'rilgani haqida rasmiy ma'lumot taqdim etiladi. Bu holat bo'yicha haydovchilar keyin topildi, ular keyin murojaat bilan chiqdi, uzr so'rab chiqishdi, yuzlari ham bijir-bijir qilib qo'yilgan. Nima deymiz endi? Yo'lda bidir-bidir, keyin bijir-bijir. Shunaqa ekan endi. Uzr ham so'ramaganmi hali? Shuni ham nasiya qilib ketishibdi-da. Endi shu odamlar meni ko'rib qolsa, yo'lda qattiq Sama haqimda gapiruvmiding, Samanga gapirganmisan deb. Agar ko'rib qolib janjal qilmoqchi bo'lsanglar, aytib qo'ying. Sizlar yo'lda qarama-qarshi tomonda bo'lishinglar kerak. Mana biz mashinadamiz, to'g'rimdan kelib to'sishinglar kerak. Agar yonimdan kelsanglar gaplashmang. Qarama-qarshi tomondan kelinglar, gaplashamiz. Messi futbol klubini sotib oldi. Kim u Messi deyotgan bo'lishinglar mumkin. Hozir tushuntirib beraman. Messi bu futbolchi. Futbol nima? Uni ham hozir shart emas albatta. Messi menimcha nafaqaga tayinlanyapti va Kataloniyadagi Carnello klubini 100% sotib olgan. U yerda Jorge Alba, David Raya kabi yaxshi o'yinchilar chiqqan ekan. 75 yil tarixiga ega klub. Qani ko'ramiz u yog'iga ushbu klubni taqdiri nima kecharkan, keyingi 10 yillikda balki katta klubga aylanar, kim bilsin. Va balki Messi Ronaldoning orqasidan qolgisi kelmayapti. Trendlardan Ronaldo ham klub sotib olgandi va o'zi umuman hozir shunaqa trend boshlangan. Kichkina klublarni olib, ularni ko'tarib, zo'r qilish, misol uchun Ryan Reynolds, Gollivud aktyori Wrexham klubini sotib olganini balki xabaringiz bordir. Klub juda pastda bo'lgan va har yili keyingi ligaga ko'tarib borilgan. Hozir hamma Wrexham haqida gapirishni boshlagan, lekin baribir bu trendlar hammasini boshlagan David Beckham bo'ladi. U Inter Miami'ni sotib olib, qanaqa katta imperiyaga aylantirib yubordi. Yoqutistonda, bu Yoqutiston Yakutiya, Rossiyadagi katta, menimcha okrug deyiladi. O'sha yerda politsiyachining o'g'li uxlayotgan qizni zo'rladi. Qarab-qarab o'qib aytolmayman, chunki ko'zlarimga ishona olmayapman. Shuning uchun. Ha, bu video tarqalib ketgan, bilasizmi qachon tarqalib ketgan? Kimdir olib turmagan. U endi geniy bola ekanda, u o'zi jonli efirda ko'rsatgan. Mana qaranglar, mana bunaqa ish bo'lyapti. Zo'r-a, like bosinglar degan u bola. Like bosinglar demagan, lekin shunaqa ko'rsatgan. Jinoiy ish haligacha ham ochilmagan, lekin u bola uzr so'rab chiqqan. Zo'r, mujik gap yo'q, uzr so'rabdi-ku. 5. Да ты секс тем, блядь. Нормальный питание. Qanday kuylaydi? В пьяном состоянии, Хоть хыпытай, кыз. боком. Ох, блядь. Состояние лахата. Hozir redaktorlar qiziq bu voqea orqasiga tafsilotlarni aytib berishdi. Qizning akasi Ukrainada urushda ekan, endi rossiyalik o'zi va u do'stlariga aytgan, shu bolani topaylik deb, u do'stlari qiz bola akkauntdan u yigitga yozishgan, uchrashuv belgilab, u qiz ham, u bola ham qizxo'r ekanda, boravergan, keyin o't ushalgandan keyin uzr so'ragan. Shu voqeada hech qanday butulka yoki baklashka ishtirok etganmi yo'qmi bilmaymiz. Samarqandda soxta avtomobil raqamlarini yasayotganlar ushlandi. Videosini ko'ringlar. Niyatlari qanaqa bo'lgan bilmaymiz. Suvenir nomeri yasamoqchi bo'lishgan, lekin vaziyat jiddiylashib ketganmi? Raqamlar orasida raqamlar emas, so'zlar ham bor. Toshkent, Muslima va hattoki Po'lat Alamdarni ham raqamlarini ko'rishingiz mumkin. Ayb bu odamlarda emas, ayb bizda-da talab borligida. Shunchaki tasavvur qiling, Kanadada shunaqa soxta raqamcha yasashyapti-da. Tushunasizmi? Kanada nomeradin yoki tam Trudeau mani prezidentim degan raqamlar chiqyapti. Hech kim olmaydi, hech kimga qiziqmas. U bozor o'ladi-da. Shuning uchun bizmiz aybdor. AQShda o'zbekistonlik talaba vafot etdi. Stony Brook universitetining 4-bosqich talabasi 22 yoshli Muhammad Yusuf Faxriddinov yurak faoliyati bilan bog'liq muammo sababli uyqusida olamdan o'tgan. Bu haqda El-Yurt Umidi jamg'armasi tomonidan xabar berilgan. Biz Muhammad Yusufning yaqinlari va oila a'zolariga ta'ziya bildiramiz. Yana Isroil Livandagi o'rta maktabni portlatdi, tek tugi bilan yo'q qilib yuborgan.
va keyin bo'lsa Livan ta'lim vaziri hech qanaqa strategik narsa yo'q edi, harbiylar yo'q, shunchaki maktab nega portlashdi deb da'vo qilgan. Unga Isroil tarafi esa yo'q, u yerda 130 dan ortiq qurol aslahalar va Hezbollahni ishtirokchilari o'sha mana shu guruhni a'zolari bo'lgan deb iddao qilgan. O'zbekistonda bitiruv marosimida xavfli vaziyat yuz berdi. Videoni ko'rishingiz mumkin. Ko'pchilik izohladi, ish qilib hammasi yaxshimi, tirik qoldingizmi degan izohlar qoldirgan. Ha, sekinlashtirgan kadrda shunday ko'rinadi. Bosh omon ekan. Biz buni qayerdan bildik? Xuddi shu holatni boshqa tomondan ham olingani bor ekan. U yerda hali hech narsa sodir bo'lmayapti, lekin izohlarda baribir narigi videodan kelganlar bormi degan izohlarni ko'rish mumkin. Bitiruv marosimi atrofidagi voqealar shu bilan tugab qolmadi. Janrlar umuman o'zgarib ketdi. Komediyadan dramaga o'tib ketgan yana bitta video chiqdi. Orzulardan kechishga majburlar hayot. Chunki ular kulishi uchun mas'ul inson sen. Oilam orzusi uchun bugun bir chetda o'z orzularidan kechgan. Qiziq. Rus internetida katta mem to'lqini sodir bo'lmoqda. Aleksey ismli dizayner Tailandda yashaydi. Profiliga rasm qo'ygan, video joylagan. U yerda erkak kishining hayotida o'zi bitta zo'r rasmi bo'ladi. 5 yil o'sha rasm turadi deb video mem qilib joylagan. 20 million prosmotr, keyin hamma shuni memga aylantirib yuborgan. Katta flash mob boshlangan va rus internetidagi 100 minglab odamlar, balki 10 minglabdir, o'zining avatarkalariga hamma joyga Aleksey rasmini qo'yishni boshlashdi. Bu bilan flash mob to'xtab qolmadi. Ko'plab restoranlar, fast food kafelari ham o'zini brendini qaytadan rebranding qilib Aleksey brendiga aylantirib yuborishgan. Mashhur Gollivud aktyori Brad Pittni hamma bilsa kerak, bilmagan odam qolmagan. 2010-yillarda hype'da bo'lganlar, oke top bo'lganlar, hamma yaxshi ko'rardi, hamma va qanaqa barno erkak deb unga qarashardi havas bilan. Lekin xabarimiz biroz boshqacharoq, boshqa odam haqida. Mana buni ko'ring. I don't like it when they call me Brad Pitt. Why? Just because. I don't like it. I don't. How they did call you? They just call me that for no reason. But how? What's the name they called you? Brad Pitt. Like it? Bolakay bechara yig'layapti. Mani Brad Pittsan, Brad Pitt deb mazax qilishyapti deb yig'layapti. Travma deb, bu ham jarohatda maktabdagi. Katta bo'lsa hali psixolog ketib beradi. Ha, meni yoshligimda Brad Pitt deb mazax qilishgan, ustimdan kulishgan deb. Og'ir bo'ldi bu bolaga. New York meri Zohran Mamdani har hafta nimadir yangi ishlar qilmoqda. Hammani ko'zi unda hozir e'tiborda, chunki bir o'zgacha yangi avlod meri, yangi avlod siyosatchisi bo'lib chiqib kelmoqda va yana bir e'lon qilgan narsadan bittasi bu endi New Yorkda ikkinchi uylar, endi bu fransuzchada pied-à-terre deyilar ekan, bilmayman, uzr fransuz tilim uchun. Ikkinchi uylarga soliq solinadi, hamma uylarga emas. Asosan bu o'sha qiymati 5 milliondan oshiq bo'lgan va egalari u yerda yashamaydi va kerak bo'lsa ular New Yorkka ham aholisi emas, ular o'zi chetda yashaydigan elita milliarderlar New Yorkdan u yoq qo'yishganda, mayli u yoq qo'yib tursin deb. O'shnaqalarga endi katta soliq solinar ekan. Soliqdan yig'ilgan pullar New York shahri balansiga o'tadi va u yerda shu obodonlashtirish, aholini farovonligi uchun ishlatiladi. Mamdani Instagramda juda ham faol va yangi davr siyosatchilaridan hisoblanadi. Uning Instagrami shunaqa yurg'iziladiki, PR jamoasi eng kuchlilardan hisoblanadi. Hattoki e'tibor bering, endi New York shahrida axlat yig'ish va uni axlat olib ketishdagi o'zgarishlar, ya'ni pokiza yig'ish haqidagi farmoni chiqqan va shu farmonni qanday e'lon qilgan? And we will achieve citywide containerization by the end of 2031. Gap yo'q. Mer, ya'ni bu New York meri, mer degani bu hokim degani. O'zbekchasiga endi bilmaganlar uchun va u bundan 1 yil avvalmi, yarim yil avval saylangandi New York meri bo'lib. Ha, New Yorkda va AQShda va ko'p mamlakatlarda hokimlar saylanadi. Bizdan farqli o'laroq. Bizda hokimlar saylanmasligini bilmasmidingiz hali? Biz hokimlar saylamaymiz. Ular tayinlanadi. Shunday.
Amerikaliklar bizdan ko'ra ingliz tilini yomonroq bilar ekan, chunki ular zamonlarni umuman bilmaydi. Do you know English tenses degan savoliga no, I don't know English dances deb javob berishgan. Tense so'zini ham kerak bo'lsa bilishmaydi. Lekin aslini olib qaraganda ha bu tabiiy jarayon. Inglizlar ingliz tilini maktabda o'rganishadi, faqat ona tili qilib o'rganishadi va u yerda biz inglizni o'rgangandagi bo'lmaydi. Ular zamon boshqa, nomlar ham boshqacharoq bo'ladi. Ya'ni present simple, bu present continuous emas. Ular ona tilini o'rgangandagi boshqacharoq o'rganadi. Va tabiiyki bu zamonlarni ular bilishmaydi. Ingliz tili mavzusini davom ettiramiz. O'zbekistondagi eng katta ta'lim platformalaridan biri Englify o'zini yangilangan ilovasini namoyish qildi. Onlayn ta'lim samarasiz deb o'ylaysizmi? Ayniqsa ingliz tili bo'lsa, Englify bu tasavvurni butunlay o'zgartiradi. IELTS, ish yoki sayohat, maqsadingiz qanday bo'lishidan qat'iy nazar, Englify bilan bunga bir qadam yaqin bo'lasiz. Endi ilova yanada qulay bo'ldi, ishlatishga yanada qulayroq va sifatliroq. Albatta siz inglizni endi samaraliroq o'rganishingiz mumkin. Va aytib o'tishim kerakki, ushbu ilovaning animatsiyasi Tasnif Group tomonidan qilingan. Tasnif Group o'z ishlarini sifatli, o'z vaqtida va eng muhimi klient bilan aloqani yaxshi ushlash bilan ajralib turishadi. Tasnif Group nafaqat animatsiyalar, balki dizayn yoki ishlarini ham bajarishadi. Undan tashqari hozir sun'iy intellekt bo'yicha ham ko'plab loyihalarni amalga oshirishmoqda. Agar siz Tasnif Group haqida ko'proq ma'lumotga ega bo'lmoqchi bo'lsangiz, ularning Instagram akkauntlariga albatta bir nazar soling. Hayvonlarga nisbatan shafqatsiz munosabat hali ham davom etmoqda. Ijtimoiy tarmoqlarda har safar yangi xabarlar chiqib kelaveradi. Mana buni ham ko'rishingiz mumkin. Yosh yigit, bilmayman, kimgadir yoqmoqchimi, like yig'moqchimi, prosmotrmi? Mana shunday ishni amalga oshirgan. Bilasizmi, to'g'ri biz hayvonlarni so'yib yeymiz, go'shtini yeymiz, o'ylashingiz mumkin, mayli, baribir hayvonlarni yeymiz-ku deb. Bu boshqa narsa. Bu aslida biz haqimizda gapiradi. Ya'ni u odamlar haqidagi xavotirlik xabar, hayvonlar haqidagi ham emas-da. Ya'ni mazax qilish uchun, ular ustidan kulish uchun, shafqatsizlik qilish uchun, shunchaki maza qilish uchun mana shu ish qilinyaptimi? Uni mantiqi yo'q-ku, qorin to'ydirish uchun emas-ku, to'g'rimi? Mana shu narsa eng qo'rqinchli signallardan bittasi. Ya'ni yangi avlod deymizmi yoki hozirgi avlodmi farqi yo'q. Umuman o'zbekistonliklar qanaqa katta bo'lishyapti, qanaqa fikrlar bilan ular shunaqa shafqatsiz ishlarga demak qodirmi? Demak bu juda ham qo'rqinchli signal. Shu haqida o'ylab ko'rishimiz kerak. Turkiyada 2 kun ichida 2 marotaba ketma-ket maktablarda ommaviy otishma sodir bo'lgan, halok bo'lganlar bor. Ikkala o'q otuvchi ham, terrorist ham maktab o'quvchilari. 14-aprel kuni Andaluo litseyda litsey o'quvchisi shunchaki koridorga kelib, tartibsiz hammaga nisbatan o'q otishni boshlagan. Katta vahima bo'lgan, ko'pchilik balkonlardan, derazalardan sakrab tushishni boshlagan va natijada 16 kishi jarohatlangan. Oradan biroz vaqt o'tib, politsiya tomonidan qo'lga tushishini bilgan terrorist o'z joniga qasd qilgan. Ikkinchi voqea esa 28 soatdan keyin boshqa maktabda sodir bo'lgan. Adasi politsiyachi bo'lgan, sobiq politsiyachi uni shu qurollari, o'q-dorilarni maktabga yashirinib olib kelib, matematika xonasiga shundoq kirib, yaqin masofadan hammani otishni boshlagan. Natijada 10 kishi halok bo'lgan. Yana 12 kishi og'ir jarohatlangan. O'q otish paytida maktab xodimlari va bir o'quvchilardan birining otasi tomonidan terroristning o'zi pichoqlangan va u voqea joyida vafot etgan. Ushbu xabarlar Turkiyada ham endi maktabda ommaviy otishmalar boshlanayotganidan dalolat beradi va bu jamiyatdagi o'zgarishlar va umuman maktab bolalari bilan psixologik qanday ishlanyapti, yordam berilyapti, mana shularga ko'proq e'tibor berishga undaydi. Eslatib o'taman, maktabdagi ommaviy otishmalar bir o'ziga xos bir otishma yoki jinoyat turiga aylanib bo'lgan, dunyo bo'ylab maktablarda uchraydigan holat, lekin baribir ushbu reytingda eng lideri, juda ham katta farq bilan eng lideri bu albatta AQSh hisoblanadi. AQShda afsuski bu katta bir madaniyat darajasiga chiqqan, ya'ni maktabdagi ommaviy otishmalar juda ham ko'p sodir bo'ladi. Endi O'zbekistonda toza yurish uchun cho'milish shart emas ekan. Cho'milish kerak emas. Cho'milish kerak emas. Bir marta cho'milgan yetadi shu bilan. Iloji bo'lsa vlashni salfetka oladi, badanni surginglar. Vlashni salfetka ostonda. Foydasi men shuna qilaman. Men hozir cho'milishga vaqtim bo'lmaydi, chunki bu sovuq. Men o'shancha cho'milmasam, men vlash salfetkada o'zim qarab, artini pudra duxlar atirdan seviraman. Ko'p burun oqadi. Nima uchun? Ko'p cho'milgandan. Men hozir aptekaga qarayman, aptekada odam tukul bo'ladi. Ochiladi, dori-darmon. Ko'p cho'milgandan. Ko'p cho'milgandan. Odam masalan bir marta cho'milsa, bir hafta, 2 haftaga yetadi. Chin terilasa, atir.
Mana taxminimcha ushbu videoni joylagan shu yonida turgan aka, jurnalist aka ham hammasini bilib turibdilar, yomon qotirdi lekin, to'g'ri, meni ham burnim oqotdi lekin deb gapir, davay gapiraver, rosa cringe bo'ladi, hozir prosmotr yig'amiz deb olib boryaptilar shu akani o'zlari ham. Bu yoqda sinimiz ham xursand, meni jiddiy qabul qilishyapti deb olib boryapti, shunaqa uverni gapiryaptilar o'zlariga. Endi prognozlarga ko'ra ushbu videodan keyin O'zbekistonda vlajniy salfetkalar narxi keskin oshib ketishi kutilmoqda. Madaniyat vazirligi YouTube kanaliga Madaniyat o'lmasin degan rasmiy shu Madaniyat vazirligining bir qanaqadir o'ziga xos bir madhiyasini joylashdi. U qo'shiq hozir mana YouTube'da ko'rishingiz mumkin. Odam orasida madaniyat o'lmasin. Biz ko'p ko'rsata olmaymiz, 5 sekunddan, chunki YouTube'da plagiat bu stress ham boshqasining videosini ko'rsatyapsan deb bizni ban qilishi mumkin. O'shaning uchun oraga tanaffus olamiz. Mana yana 5 sekunddan ko'rsanglar bo'ladi. Madaniyat o'lmasin, hurriyat o'lmasin. Ushbu klipda O'zbekistondagi eng madaniyatli insonlarni ko'rishingiz mumkin. Misol uchun Ozod opa o'sha yerdalar. Lekin men e'tiborimni tortgan narsa bu Mo'min aka o'tirishlari. Yo'q, qilib o'tiribdilar. Shu majburlab olib kelishganmi, bilmayman to'g'risi. Mo'min aka, agar sizni majburan o'sha yerda o'tkazishgan bo'lishsa, sos belgisini bersangiz bo'ladi va sizni qutqarib olib chiqib ketamiz. Xo'p, endi jiddiy, nimaga bu narsa cringe? Nega bu narsa cringe? Madaniyat vazirligi o'zi aslida PR ustida ishlash kerak, to'ppa-to'g'ri. Ya'ni xalq bilan muloqot, madaniyat vazirligining jiddiy qabul qilinishi, uni vazni oshish kerak aslida. Chunki oxirgi payt heytlar bo'ldi madaniyat vazirligiga. O'shani ushlash kerak va PR ishlash kerak bo'ldi. Lekin PR o'ylashganda ashula chiqaramiz deyshganda, ya'ni qo'ldan kelgan yagona narsani qilishgan. Bu eng eskib ketgan jinnacha narsa. O'rniga boshqa ishlar qilinishi kerak. Bizning faxrimiz bo'lgan Bunyodkor stadioni suvsiz va elektr energiyasiz qoldi. Chunki ularning asosiy hamkori O'zbekneftgaz hamkorlikni to'xtatgan, oyliklar ham o'tgan yil dekabr oyidan beri to'lanilmayotgan ekan va albatta kommunal to'lovlar bo'yicha qarzdorlik bo'lgani uchun ham uzilgan va undan tashqari eslatib o'tamiz, Bunyodkor klubi oldida katta yana bir qarzdorlik bor. U ham bo'lsa bundan ancha yillar avval mashhur futbolchi Rivaldo bilan bo'lgan holatda bir necha million dollarlik oyligi yopilmagan qarzdorlik qolib ketgan va keyin u o'sha xalqaro sudlarda ko'rib chiqilib, to'lanilishi kerakligi aytilgan va shu sababdan ham Superliga klublariga davlat byudjetidan ajratilgan 35 milliard so'm 3dan 2 qismi aynan Rivaldoning qarzini to'lashga ajratilishi aytilmoqda. Isroilda arilar ko'payib ketdi. תיזהרי, דבורים. Isroilning qator shaharlarida arilar hujumi kuzatilmoqda. Ular hamma joyga mashinalar, supermarketlarni bosib ketgan va bu albatta katta noqulaylik tug'dirmoqda. Va allaqachon ko'pchilik buni mana Xudoning balosi yoki o'sha Injildagi voqealar bo'lmoqda, qaysidir xalq ustiga kelgan balo deb baholamoqda, lekin men hissiyotlarga berilmaslikni tavsiya qilardim. Negaki bu mas'uliyatni baribir o'zidan ko'proq forig' qilib Xudo jazosini beradi degan ko'proq strategiyaga olib boradi. Biz ham harakat qilishimiz kerak adolat uchun. Qanday qilib? Har xil yo'llari bor baribir. Hech bo'lmasa mana shu yerda mana gapirishimizning o'zi ham, siz ham buni o'zingiz uchun aniq pozitsiya belgilab olishingiz ham kerak bo'lsa, kurash degani. Bizning loyihaga endi bir aniqlik kiritildi. Biz endi har seshanba chiqamiz. Siz endi bilasiz, har seshanba aniq hafta yangiliklari Azam Qahramoniy kanalida bo'lishini va albatta so'rab qolardimki, ushbu loyihani biz siz uchun maksimal qulay va manfaatli qilish niyatidamiz. Shu sababdan albatta izohlarda yozing, nima yetishmayapti, nima qo'shish kerak, nimani olib tashlash kerak, qanaqa bo'lishini xohlardingiz, albatta yozing va zo'r bo'lardi agarda qayerdansiz, nima kasb egasiz va yoshingiz nechiligini yozib qolsangiz, biz yozib qoldirsangiz biz bilardik. Okay deb. Toshkentda mahallalarga karnaylar, ya'ni kolonkalar o'rnatilmoqda. Bundan g'arazli niyatlarda foydalanib, odamlarni tushirish haqida foydalanayotganliklarini o'ylasak, vahima bosadi. Bu haqida Press.uz o'z Instagramida xabar qoldirgan. Bundan qaraganda rostdan ham boshqachasiga kurashmasa bo'lmayapti. Biz o'zbek xalqi baribir oqko'ngil, soddamiz. Biz o'zimiz yaxshi bo'lsak, boshqalar ham yaxshi deb o'ylaymiz-da. Shuna xabarlar men eshitganman. Mahallaga, butun boshli mahallaga servismi talinka, xrustalla kirib borganman. Sotamiz debdi. Zo'r, haqiqiy, originali bu o'zi 10 million turadi, lekin sizga 3 millionga beramiz yoki 1 millionga beramiz. Zo'r deb bering telefoningizni, pul o'tkazishmi, faqat mana buni qilish kerak edi deb. Turingchi, hozir men sizni rasmga olaman. Bo'ldi.
kredit olamiz, lekin bilmayaptilar deb mahalladagi nechta odamlardan kredit olib tashlagan holatlari bo'lganda, ya'ni odamlar bilolmayapti firibgarlik yo'llarini. Qanchalik oddiy kerak bo'lsa, mana shunaqa firibgarlik usullarini boshqa iloji qolmadi. Hamma joyda aytdik, Instagramda, ijtimoiy tarmoqlarda endi mahallaga kolonka ham qo'yishyapti kerak bo'lsa. Isroil Livandagi shifokorlarni portlatib tashladi. 15 aprel kuni Livan janubidagi Mayfadun qishlog'ida sodir bo'lgan Isroil armiyasi hududidagi qutqaruvchilar shifokorlarga qarata ketma-ket 4 marta havo hujumlarini amalga oshirgan. O'zi birinchi tez yordam kelgan, u yerdagi jarohatlanganlarni qutqarish uchun va ular portlatib yuborilgan. Keyin ikkinchi mashina kelgan, ularniga endi yordam berish uchun ularni ham portlatishgan, keyin uchinchi mashina kelgan, ularni ham portlatib yuborishgan. Eslatib o'taman, xalqaro urushda o'zi baribir qoidalari bor. Xalqaro qoidalar, ya'ni shifokorlarga, jurnalistlarga tegish mumkin emas o'zi aslida, lekin Isroil bularga qarab o'tirmayapti. Sobiq ichki ishlar boshqarmasi vaziri o'rinbosari qamoqqa olingan ekan va uni qamoqdan chiqishi uchun tovon puli to'langan. U 17 million dollarga teng bo'lgan. Aka 17 million dollarmi? Hozir bir marta deganlarda 17 million dollar naqd olib kelganlar. Mishmishlarga qaraganda ushbu voqea bo'lgan shahar atrofida o'sha kuni qurilishlar to'xtab qolgan, chunki yuk mashinalari yetmay qolgan qurilish mollarini tashish uchun, chunki hamma yuk mashinalari ushbu naqd pulni tashish uchun yo'naltirilgan. Agarda ular 100 dollarlik kupyurada bo'lganini hisoblasak ham, bu ham juda ham ko'p, 170 kilogramm bo'lar ekan. Agarda ushbu pulni 100 dollarlikni siz notaxlab chiqsangiz 18,5 metrli pul pachkasi chiqadi. Keyin kinoda ko'radigan diplomat bor-ku, uni olib kelib turib, uni ochadi-yu, wow dedi-yu, o'shanadan 17 ta diplomat kerak bo'lar ekan. 17 ta. Sobiq o'rinbosar Bekmurod Abdullayev davlatga yetkazilgan 200 milliard so'mdan ortiq zararni qoplash uchun aslida bu pulni berganlar va ulardan 17 million qatdan oldingiz deganlarda, endi hobbi orada kira qilaman deb aytganlar. Yo'q, buni o'ylab topdim. Bu fake xabar. Kirani o'ylab topdim. Xabar lekin rostdan. Qimmatga tushgan hazil. Samolyotda bir futbolchi sumkada nima bor desa, bomba bor aka deb hazillashgani uchun hozir boshi baloga qoldi. U darhol reysdan olingan va jamoatchilikni qo'rqitish moddasi bo'yicha sudga oshirilgan ishi va u hattoki endi o'z klubi bilan kontraktni ham yo'qotishi mumkin. Hajga borishda aldanib qolmang, chunki oxirgi yillarda u yuzlab o'zbekistonliklar noqonuniy yo'llar bilan hajga borib ibodatlarni to'liq ado eta olishmayapti. Ba'zilar hattoki deportatsiya qilib yoki qamalish holatlari ham kuzatilgan. Saudiya Arabistoni hukumatı esa noqonuniy hajga kelganlarga 5300 AQSh dollari miqdorida jarima solmoqda, ularga yordam berganlarga esa 26000 AQSh dollari miqdorida jarima belgilagan. Bir narsani tushunishimiz kerakki, Saudiya Arabistonga aynan Makkaga juda ham ko'p odamlar keladi. To'g'ri, avval ham ko'p edi 92-yillarda, lekin hozir zamon o'zgarib, samolyotlar bemalol bo'ldi, reyslar, ularning narxi, biletlar narxi tushgan va musulmonlar o'zi ko'paygan dunyoda, shuning uchun kvota bilan berilmoqda. Juda ham odam ko'payib ketadi va shu hisobdan qattiq choralar ko'radi Saudiya Arabistoni. Bunaqa narsalarga qarab tura olmaydi va yana bir narsani tushunishinglar kerakki, Saudiya Arabistonliklar, mana arablar, ular biz tasavvur qilgandek emas. Ular aniq ishlaydi, qattiq qo'l ishlaydi. O, kepti bizga deb qarab o'tirmaydi. Va albatta buni Saudiya Arabistonga borganlar, arab mamlakatlariga borganlar biladi, arablar o'zini juda yuqori tutadi. Ya'ni ular biz boshqacharoq xalqmiz, ma'mila yangi ayollar kelyaptimi deb past nazar bilan qaraydi. Ya'ni ular sizni quchoq ochib kutib olayotgani yo'q. Shuning uchun borayotganda hammasini rasmiy, hammasini hujjat bilan aniq qonuniy qilib borish kerak. Isroillik askar biz bolalarni o'ldirishni yaxshi ko'ramiz deb intervyu bergan. Falastinlik mashhur streamer Hamza Saada YouTube'da isroillik askar bilan stream qilgan va u yerda mana shunday so'zlar yangragan. Hi, are you in the IDF? Yes. Have you ever killed any Palestinian children? Yes. How many? I don't know, but I killed. Have you walked into Lebanon or no? Yes. You've killed children in Lebanon as well? Yes. What about the babies? The babies is good to kill. Really? In Lebanon? Yes, in Lebanon, in Gaza, in Iran. I kill children. You kill children? Yes. Isroil tomonidan qilinayotgan ishlar bo'yicha izoh berish, bilasizmi, izoh berishini o'zi emotsional charchatadi. Nafaqat u yerda bo'lish, uning ichida bo'lish.
Biz charchadik. O'zbekiston 2026-yilda mudofaaga, himoyaga, armiyaga deb tushuniladi, mudofaaga 6.2 milliard dollargacha mablag' ajratadi. Nega bu xabar muhim? Hozir tushuntiraman. Biz Markaziy Osiyodagi eng yirik ko'rsatkichdamiz. Qozog'iston bo'lsa 508 milliard ajratadi, Turkmaniston 1.5 milliard, Qirg'iziston 700 million va Tojikiston 500 million ajratgan. Ilgari O'zbekiston mudofaa budjeti taxminan 208 milliard dollarni tashkil qilardi, hozir esa oshgan. Bu nima uchun muhim? Birinchidan, biz mudofaaga katta e'tibor beryapmiz. Bu yaxshi bo'lishi mumkin. Albatta agar to'g'ri taqsimlansa va bu hokazo. Ikkinchidan hozir zamon notinch, shu sababdan ham tushunsa bo'ladi va uchinchidan biz fuqarolar sifatida bunday xabarlarni muhokama qilishimiz kerak. Shu sababdan ham biz atidan bu xabarni qo'shdik. Bu xabar wow, zo'r, Bobur Masurov yangi vayni mamincha yig'di, Bobur Masurov medal oldi yoki yana klip chiqdi, qiziqarli eshitilishi mumkin. Lekin bu xabar muhim. Negaki biz fuqaro sifatida biz soliq to'layapmiz. Hozir soliq haqida juda ko'p xabarlar chiqdi, to'g'rimi? Soliqdan baribir qocha olmaymiz. Ular baribir chiqadi, biz baribir soliq to'lovchiga aylanamiz. Lekin biz qiladigan ish soliq to'langandan keyin, budjet shakllangandan keyin u qanday taqsimlanyapti, qayerga ajratilyapti, qanday ishlatilyapti. Mana shularni biz muhokama qilishimiz kerak. Chunki rostdan ham men o'zim vazirlikda ishlaganimda, agar to'g'risini aytaman, mana vazirlikda ishladim-a, bo'ldi, menga pul ajratildi. Qanchadir pul. O'zim yonidan qo'shib nimadirlarni yozdim. Menga buncha ketadi, bunga buncha ketadi deyapman. Qayerdadir pulni yeb yuboryapman-da, hech kim hech nima demayapti. Onasini hamsa keyingi chorayda, keyingi yilda men yana qo'shib yozaman. Ko'proq yana kesaman pullarni, ko'proq o'zim uchun tengi uraman-da, chunki hech kim qiziqmayapti, hech kim so'ramayapti, hech qayerda bu muhokama qilinmayapti. Menga bosim yo'q. Maza, to'g'risi men maza ishlagan bo'lardim. Biz odamzod shunaqamizda, bizning fitratimizda bor albatta. Bu tabiiy narsa. O'shaning uchun biz ogoh bo'lishimiz kerak, biz doim so'rashimiz kerak. Qancha pul ajratdi? Kimga yuklatildi? Kim taqsimlayotgan? Qayerga taqsimlanyapti? Xo'p, qaysi firma yutib chiqdi hozir bu deylik, shu yo'llarga asfalt qilish yoki yo'llarga deylik belgilar o'rnatishmi, boshqa nimadir qurishga? Bu kompaniya bu anon janniki ekan-ku. Bu tenderdan o'zi bir oy oldin ochilgan firma ekan. Pul yuvishyaptimi ekan deb biz qiziqishimiz kerak. Mana shu haqida bu xabar. O'zbekistonda g'ayritabiiy tabiat hodisasi suratga olindi, ko'rishingiz mumkin. Bo'ldi, keyin xabarga o'tamiz. Instagramdagi Mahmadana Daim Jalol Techirazamga dis yozdi. Reperlar o'sha oldindek emas. Techirazam bu videoda hozirgi reperlar jamiyatga umuman foydasi yo'q. 90-yildagi reperlar muammolari gapirib chiqardi deyapti. Hozir ko'rib chiqamiz. Tan olaman, bundan avvalgi sonlarda men reperlarga qarshi qattiq gapirgandim. Keyin o'zim videoda ko'rgandan keyin tushundimki, ancha qattiq gapirgan ekanman. Yo'q, reperlar ham san'at turi aslida, uni ham hurmat qilishimiz kerak. Orasida qanchalik bo'lmag'uri ko'p bo'lmasin, lekin rep san'at sifatida baribir bo'lishi kerak. Va qo'shimcha qilib aytaman, balki men ularga hasad qilsam kerak. To'g'risini aytaman, bu qalbdan chiqayotgan gap. Menimcha o'sha Amerikadagi, chet eldagi reperlik hasad qilsam kerak. Interpol O'zbekiston iltimosiga ko'ra xalqaro qidiruv e'lon qildi va o'zidan o'zi yaqin paytda ro'yxat e'lon qilindi, ochiqlandi. Oldin ro'yxatlar endi yopiqroq turardi. Hozir birdaniga bildikki, biz Humans ekosistemasining asoschisi ham Vladimir Dobrinin qidiruvda ekanligini bildik. Undan tashqari Ravshan Zolotoy ham qidiruvda ekanligini tushundik. Bu albatta yaxshi ochiqlikni ko'rsatadi va eslatib o'taman, Interpol International Police bo'lsa kerak. Menimcha shunday rashifrovka qilinadi. Ya'ni bu xalqaro politsiya. Interpol mana shu narsani anglatadi. Bizda ham ofisi bor, Turkmenskiy Kartinka Narivetida Interpol binosi deyishardi. O'sha paytda 2000-yillarda o'sha atrofidagi kvartiralar qimmat bo'lgan. Nimaga? Chunki qayerda yashaysan desa Interpol yonida deyish uchun. Qo'rqinchli zamonlar kelmoqda. Rostdan ham qo'rqinchli zamonlar kelyapti, chunki Hindistonda ishchilarning boshiga kuzatuv kamerasi o'rnatildi. Bu bitta dona xabar xolos, mana ko'ring. एक कैमरा 100 आदमी लगाया है स्पॉट लाइन में, ठीक है, 100 आदमी लगाया है कैमरा, इसमें मिनट सब चालू है. Buni nomi aslida raqamli diktatura deyiladi. Xitoy buni juda ham yaxshigina ishlatadi, effektiv ishlatadi. Xitoy hukumati bilasiz yopiq, ko'p narsa u yerda yopiq. To'g'ri, bozor iqtisodiyoti, rivojlangan biznesmenlar bor, lekin baribir total, ya'ni to'liq nazorat ostida. Ko'zdan, yuzdan kim qayerga kirib chiqyapti, kim telefonda nima ishlatyapti, hammasini nazorat qilishadi va hozir texnologiya rivojlangani sari, sun'iy intellekt rivojlangani sari mana shunday endi noetik, ya'ni etik bo'lmagan usullarga ham o'tishmoqda. Bitta qilib aytganda, hozir kelajakda odamlar ularni bemalol qul qilish mumkin bo'ladi. O'zbekistonda ham hattoki yangi startap chiqqan, men o'zim ko'rdim. Kuzatuv kamerasi bo'ladi. Ofis ishchilariga
bunda ishlab o'tiribdi, ular qayergadir borishi mumkin emas. Mana bu yerdagi ishchi ofisi nari tarafiga o'tishi kerak emas, u yerda ishi yo'q. O'sha tomon mana shu ishchi uchun qizil zona qilib belgilanadi va o'tsa shu haqida hisobotda bo'ladi. Ya'ni kuzatib o'tirish shart emas. Tushunasizmi, nima narsalar bo'lib ketyapti. Yana yo'llarda bespredel bo'lib yotibdi. Bitta holatda mana 5 yoshli bolani mast holatda bo'lganlar urib ketganlar ko'rishingiz mumkin. Hozirda haydovchiga nisbatan ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 131-moddasiga muvofiq haydovchilik huquqidan 3 yildan kam bo'lmagan muddatga mahrum etish, bazaviy hisoblash miqdorining 40 baravar miqdorida jarimaga solish, shuningdek yo'l transport hodisasi sodir etganligi sababli ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirilib, holat yuzasidan tergovga qadar surishtiruv harakatlari davom ettirilmoqda. Bundan avvalroq o'zi qizil yongan, peshobodga yashil yongan paytda ona bolam urib ketishga sal qolgan video ham chiqqandi. Yaqindagisi Toshkent City'dagi holat. Yaqinda meni o'zim bilan bo'ldi. Mana masjidda mahallada oldimdan yarim metr yonimdan 80-90 ga qo'yib bosib o'tib ketishdi-da. Endi ularga nima jazo tayinlandi? Mast holatda yurib, odamni 5 yoshli bolani urib ketgan akaga 3 yil qamoq emas, yo'q. Pravadan lishon bo'ldilar. Guvohnoma olib qo'yildi va eng kam ish haqining 40 baravari jarima qo'yilgan. Mana bu Chirchiqdagi ona bolani urib ketishga sal qolgan akaga bo'lsa 2 yil guvohnomasi olib qo'yilgan xolos. Bundan xulosa shuki, agar siz haydovchi bo'lsangiz, onasini bosib haydayvering, bemalol, smelo ichib olasizmi, boshqami 200 ga bosasizmi, urib ketasizmi, qizildan o'tasizmi, farqi yo'q. Maksimal ozgincha 1-2 yilga siz guvohnomangizni olib qo'yishadi, bo'ldi. Agar siz piyoda bo'lsangiz, iltimos juda ham ehtiyot bo'lib yuring. Iloji bo'lsa ko'chaga chiqmang, duolarni o'qib chiqing, har doim yo'llarga qarab yuring. Lekin shunda ham o'lib ketishingiz mumkin. Bir gap bo'lar endi. Lekin o'ylashingiz mumkin, ahob haydovchilarning baribir yaqinlar qarindoshlari bor-ku, ularga maslahatim, haydovchi bo'lsangiz, yaqin qarindoshlaringiz, yaqin oila a'zolaringiz bo'lsa, doim mashinada olib yuring. Ular tushmasin hech qachon mashinadan, faqat mashinada yuringlar. Turkiyadagi internet kafelardan birida qiziq holat bo'ldi. Şu boş vakitte çok kıymetlidir. İlla 5 vakit namazı kılalım. Arkadaşlar, dinin şakası yok, ölümün şakası yok. Imtihoni bolalar o'ynab o'tiribdi, domlalar kelib nasihat qilishmoqda. Albatta, vaqting bekor ketkazibsan. Hech kim pinagini bizmaydi-ya. Shunaqami Turkiyaning ahvoli, a? Biz havas qiladigan Turkiya shunaqa ahvoldami endi? Ushbu video ostida esa mana bunday izohlar qoldirilgan. Hormuz bo'g'ozi esiladami? Serial davom etmoqda. Hormuz ochildi. Keyin esa yana yopildi. Ochaman, yopaman, ochaman, yopaman, ochaman, yopaman. Eron tashqi ishlar vaziri Abbos Araqchi Hormuz bo'g'ozi ochildi endi, kemalar o'tib yuradi, bo'ldi, savdo sotiq, pul qilamiz, soqqa neft narxi tushadi degan ma'noda e'lon qildi va bunga keyin Tramp o'zini platformasida Eron ochdi bo'g'ozni, bo'ldi, zo'r, chotki, rahmat dedi, xuddi o'zi qilgandek gapirgan. Lekin ko'p o'tmay AQSh Eron o'sha Hormuz bo'g'ozidan sal tashqarida AQShni harbiy kemalari blokada qo'yganda, ular ham paqanga o'xshab kim o'tyapti, qani nima, kontrol tipi. O'shaqa qilishi qoladi, uni olib tashamaymiz degan. Shundan keyin bo'g'oz yana yopilgan. Internetda bo'lsa Tramp qanday qilib dunyoda o'sha bo'layotgan narsalarni hammasini man qildim, man yordamlashdim, yo'q, man qildim-da buni deb gapirishini, mazah qilishni boshlashgan. Lekin ko'p ish qo'ydilar, lekin Trampsiz bo'lmasdi bu ishlar. Dog'istonda tog' ko'chkisi sodir bo'ldi. Bo'ldi.
Keyin xabar. Ekvadorda hakam otib o'ldirildi. Daily Mail xabar berishicha, futbol hakami Javier Artega Ekvadorning Pasax shahridagi havaskor jamoalar o'rtasidagi o'yinda otib o'ldirilgan. O'sha paytda o'zida odamlar maydonga tushgan, uni otib, qochib ketishgan, voqea joyida hakam vafot etgan. O'zi Lotin Amerikasida futbolga juda qattiq qarashadi. U yerda bu deyarli din darajasigacha ham chiqqan. Ular uchun shunday va mana mashhur kesadan bittasi 94-yilgi jahon chempionatida Kolumbiya, endi bu safar Kolumbiya asosiy da'vogarlardan bo'lgan, ya'ni favoritlardan kuchli jamoa bo'lgan o'sha paytda, lekin guruh o'yinida mezbon AQSh bilan bo'lgan o'yinda Andres Escobar o'z darvozasini ishg'ol qilib qo'ygan. Ya'ni avtogol bo'lganda, o'zini darvozasiga gol urib qo'ygan va shundan keyin Kolumbiya terma jamoasi keyin vataniga qaytadi. Oradan 10 kun o'tib, tungi klublardan birida mana shu futbolchi otib o'ldirilgan 10 kundan keyin. Va eng qizig'i, o'q uzgan odam ham otgan paytida gol deb baqirgan ekan. Biz yoshligimizda futbol o'ynagan paytlarimizda qattiq o'ynab olsa, nima otangni moliga o'ynab olsanmi deylardi va javob yo'q bo'lgan. Manimcha Lotin Amerikasida deb javob berishadi. Netanyahu Isroil qo'shinlarini Livandan olib chiqib ketmasligini e'lon qildi. Bu nima degani hozir tushuntiraman. Donald Tramp vositachiligida Isroil va Livan o'rtasida 10 kunlik vaqtinchalik sulh kelishuviga erishildi. Netanyahu bu kelishuv tinchlik muzokaralarni olib borish uchun tuzilganini aytgan, biroq sulh vaqtida harbiylar Livanni tark etmasligini qat'iy ta'kidlagan. Va ana endi eng muhimi, oxirgi xabarlarga ko'ra, Isroil rasman sariq liniyani e'lon qilgan. Bu nima degani? Bu degani Isroil va Livan o'zi qo'shni. Va o'sha yerda xaritadan ko'rsanglar bo'ladi, mana shunaqa bir yer bor, katta yer. O'sha joydan sariq liniya tortgan. Bu degani endi undan pastiga harbiylar qoladi, Isroil harbiylari. Hech qanaqa muzokara, shartnoma, tinchlik u territoriyaga endi o'tmaydi, bo'ldi. Biz u yerda turibmiz degan narsani e'lon qiladi. Va bu taktika aslida xitri taktika. Oldinlari G'azoni ham xuddi shunday egallangan. Bu sariq liniya deyilishi, bu qizil liniya emas. Bu sariq liniya degan ma'noda. Va bu to'g'ridan to'g'ri ko'rsatadiki, Isroil Livanni yerlarini ham o'zlashtirib, Isroilga qo'shib olmoqchi. O'zi Isroil ikkinchi jahon urushidan keyin shu yahudiylar xalqi o'sha Isroildan yer berilgan. Yer kichkinalik qiladi-da. O'shaning uchun ular G'azoni ham egallayapti. Endi hozir Livanni ham yerlarini kattalashtirmoqchi. Bo'ldi, bu uchun xayolga sig'maydigan narsa-da, u oldin qilinganda, ya'ni Chingizxon, Amir Temur, Napoleon paytlarida qilinganda, hozir qilinmaydi bu ishlar. Hamma qarab turibdi, naglik qilishyapti. Futbolchi Kylian Mbappe Real Madridning diktatoriga aylandi. Gap shundaki, ijtimoiy tarmoqlarda Mbappe diktator degan hazil ommalashmoqda. Hamma video, har xil videolar qo'yishyapti, qanaqa u Bellingham ustidan diktatorlik qilayotgani, Real Madridda hammani boshqarayotgani, juda ko'p hazillar bor. Shunaqa gaplar, mishmishlar yuradi. Mbappe juda ham injiq va o'zini mamnuqa bo'lish kerak deb juda ko'p jamoadoshlariga buyruq ohangida yoki buyruq berib gapiradi. Mamnuq qilishing kerak deb gapiradi. Mahallada bo'lgan-ku, hammamiz futbol o'ynaganmiz, shu bitta aqllisi bo'lardi. "Ne menga oshirmading? Menga berishing kerak" deb gapiradigan bo'ladi-yu. Mbappe shunaqa ekan, o'shanga shunaqa hazillar chiqmoqda. AQShda urush vazirligi kotibi qovun tushirdi. U o'z nutqi avvalida Injildan sitata keltirgan. Ya'ni Injil ularning kitobi, xristianlarning kitobi va u yoqdan sitata keltirilgan. Xuddi bizda sura bo'lsa, ularda ham shunaqa sitatalari bor. Nimadir deyiladi, bilmayman. O'qiyman Injildan deb beryaptilar-da. Lekin eng qizig'i u Injildan emasdi-da. The path of the downed aviator is beset on all sides by the iniquities of the selfish and the tyranny of evil men. Blessed is he who in the name of camaraderie and duty shepherd the lost through the valley of darkness. For he is truly his brother's keeper and the finder of lost children. And I will strike down upon thee with great vengeance and furious anger those who attempt to capture and destroy my brother. And you will know my call sign is Sandy 1 when I lay my vengeance upon thee. And you will know my name is the Lord. Bu Quentin Tarantinoning afsonaviy filmi Pulp Fiction filmidan edi. Shunday. Tarantino Injildagi bu joyini o'zi o'ylab topgan. Ya'ni u kitobda u joyi yo'q o'zi, u Injildan deb yozilganda o'zicha bo'ldi. Hazil Okay, whatever. Men o'ylayapman shu ChatGPTdan so'rashganda, ChatGPTdan so'rashgan bor-ku. Chunki ma'nosi ham bunaqada. Kim meni og'aynilarimga, bratlarimga agar nito ketsa, men borib, qarochi ularni bizaman degan sitata bo'lgan. Endi Injilda bunaqa gaplar bo'lmasa kerak-da. U shu Tarantino shuncha o'ylab topgan ssenariysiga mos kelishi uchun. ChatGPTga ham yozishgan, qaror chiqamiz-da.
Biz taku Isroilga yordam bermoqchimiz, ular bizning aka-ukalarimiz, borib ularni agar kim Isroilga xafa qilsa, biz borib bizib yoramiz degan narsa Injilda bormi? Oqlay bergin shuni degan. ChatGPT bor bittasi degan. Tasavvur qiling, bahor paytlari, dalada gullar o'sayotibdi, bepoyon tabiat, mazada, o'sha yerda bo'lishi mumkin bo'lgan eng jinni narsa nima? Tasavvur qiling, topa olmaysiz nima bo'lganini. Voqea Qashqadaryo viloyati Ko'kdala tumanida sodir bo'lgan va tabiatga yetkazilgan zarar uchun 6.500.000 jarima qo'yilgan, lekin huquqbuzarlarning har biriga undan tashqari 20.600.000 dan ham jarima qo'yilgan, umumiy hisobda deyarli 70 million jarima. Izohlarda ba'zi odamlar yozgan, endi kimdir moshinasini sotarkan-da deb. Yo, men o'ylayman-da, bu odamlarning miyasida nima bo'ladi? Nima sodir bo'ladi? Men tushunmayman-da. Dala lolazor ko'ryapti-da, ketdi mashinada drift qilamiz degan. Bu birinchi ahmoqgarchilik. Ikkinchisini topa olmaysizlar. Chunki bunaqa xayol sizga kelmaydi-da, bunaqa ahmoqlik. Ikkinchisi bilasan nima? Shuni syomka qilamiz-da, joylaymiz. Bir xillarda men shu O'zbekiston kelajagi uchun umid bilan qarayman-da, o'ylayman, balki men odamlarga kattaroq baho bera olamanmi, biz imkoniyatlarimizga katta baho bera olaman-da, qo'limizdan kelmaydi, bizda yo'q salohiyat degan o'zi xulosaga kelishim kerakmi deb o'ylab qolaman. Yaxshi, huquqbuzarlardan hech qaysi aytmabdi. Bolam ismas chiqotdi, bayinsa qidiryotdim o'sha dalada aylanib demabdi hech kim. O'g'limni issig'i 40 ga chiqdi, sudurga berib majbur ma'marinkani yoqdim. Qizilda ketdim aka. Ukalar va singillarni xafa qiladigan yangilik. The Economist jurnalida nega katta farzandlar kallali degan maqola chiqqan. Unga ko'ra, kichik farzand go'dakligida eng katta akasi yoki opasi ko'chadan, maktab yoki bog'chadan uyga turli virus va mikroblarni tashab ketadi va yoshligida ular ko'proq kasal bo'lib, miyasi rivojlanishi biroz sekinlashishi mumkin ekan. Bu birinchi sabab. Ikkinchi sabab esa tabiiyki yagona farzand bo'ladi, katta farzand va unga eng ko'p e'tibor beriladi. Barcha e'tibor shunga bo'ladi. Keyingi farzand tug'ilgandan keyin endi e'tibor bo'linib ketadi va bu degani katta farzand 2, 3 yoki 4 yil butun e'tiborni faqat o'ziga olgan bo'ladi. Va undan tashqari katta farzandlar ko'proq oliy ta'limga yetib boradi va ular o'qish ehtimoli kattaroq ekan va bu nafaqat deylik rivojlanayotgan kambag'al mamlakatlar, eng rivojlangan, eng boy davlatlarda ham shu narsa farqi kuzatilar ekan. Lekin albatta e'tiroz bildirishga shoshilmang. Meni qo'shnim mana 5-o'g'li eng boy badavlati o'sha bo'ldi demang, chunki bunaqa istisnolar albatta bo'ladi. Bu tadqiqot million odamlarni qo'shib statistika hisoblaganda chiqib kelgan. Mana shunday qiziqarli tadqiqotlar va statistikalar va bu videoga tushmagan ko'plab yangiliklar bizni Telegram kanalimizda doimiy berib boriladi. Teacher Azam kanaliga albatta obuna bo'ling. Telegram kanal havolasi ushbu videoni pastda qoldirilgan. Rossiyada o'zgacha trend kuzatilmoqda. Ular boshlaganmi yoki boshqa davlatdanmi hozircha bilmaymiz, lekin qiziq narsa. Всем привет, мы семья Иванчуков. Я та самая Кристина, которая опубликовала видео о том, что если 16 тысяч человек скинется по 100 рублей, то мы сможем закрыть наш кредит за квартиру, нашу ипотеку. И меньше чем за сутки нам удалось собрать полную сумму. Ruslar bir-birlarining kreditlarini to'lab berishni boshlashdi. Kristina ismli qiz ijtimoiy tarmoqqa video joylashtirib, agar 16 mingta odam 100 rubldan menga pul o'tkazsa, men kreditimni yopaman degan va odamlar rostdan ham pul o'tkazib kreditini yopib berishgan. Bu narsa endi O'zbekistonga ham tarqalyapti. Shunaqa trend boshlandi. Ming so'mdan hamma tashlab bersa, mana kartaman, men muammoimni hal qilaman deyilyapti. Shunaqa o'ziga xos bir crowdfunding deyiladi. Amerikada o'zi bu sayt bor, ya'ni omma yig'ib berishi degan sayt bor o'zi. Shunday bir Instagramdagi chapani versiyasi bo'libdi. Men tomoshabinlardan iltimos qilardimki, e'tiborliroq bo'linglar, albatta, chunki uy yonib ketgan qiz pul yig'ib turib, endi bir haftadan keyin mashina olib chiqishi bizga kerak emas. Toshkent shahridagi yo'llarni ta'mirlashga 14 milliard so'm ajratilmoqda. Nima yangilik bu? Keyingisi, qanaqadir boshqa yangilik bormi? Deyishga shoshilmang, bu muhim xabar. Bu boradagi qarorga poytaxt hokimi Shavkat Umurzoqov 17-aprel kuni imzo chekkan va unga ko'ra mablag'ning 12 milliard so'mi 12 ta tumanga bo'lib beriladi. Va yana qo'shimcha 2 milliard so'm esa shahar markaziy ko'chalarini saqlash va ta'mirlashga yo'naltiriladi. Ana endi eng qiziq joyi. Qaror ustidan nazoratni shahar hokimining birinchi o'rinbosari Baxtiyor Rahmonov javobgar bo'ladi. Bu ismni biz eslab qolishimiz kerak va albatta sinchkovlik bilan kuzatishimiz kerak. Xo'p, shuncha pul ajratilibdi, qani u yog'iga nima bo'lar ekan? Chunki bizni fuqarolik vazifamiz, biz soliq to'layapmiz, byudjetga pul tushyapti va o'sha qanday taqsimlanyapti shuni ko'rib yurishimiz, doim sinchkovlik bilan qarashimiz kerak. Shuning uchun albatta zerikarli xabar bo'lsa ham iltimos qilaman, shu xabar miyani bir chekkasida qolsin. Rahmat.
iltimos. Zerikib qolmagan bo'lsangiz, zo'ri bor. Bobur Mansurov medal oldi. Bu haqida Afisha o'zining rasmiy saytida xabar bergan. Faqat Afisha emas, hamma joyda dazmoldan ham chiqib keldi bu xabar. Kunduzini o'zi 3-4 marta e'lon qilgan kinoyali e'lonlar bilan. Bobur Mansurov madaniyat va san'at fidokori ko'krak nishonini qo'lga kiritgan. Medali nomi shunday nomlanadi va ko'pchilik emas, ba'zilar hate qildi. Nima endi Bobur Mansurov oladi? Endi Mami ham olsin endi Chingiz ham olsin endi degan gaplar bo'lgan bo'lishi mumkin. Men o'zim fikrimni aytaman. Balki Bobur Mansurov bunaqa ko'krak nishoniga balki loyiq emasdir, lekin Bobur Mansurov kuchli san'atkor, rostdan ham. Va uni hazillar orasida hammasi emas, lekin 80-70% haqiqatan biz o'zbeklar qanaqamiz, qanaqa qiziq odatlarimiz bor, shuni bir ijtimoiy yumor qilib baribir olib chiqiladi. Kuchli tanqid yo'q, faqat ko'zgu bor, lekin shuni o'zi yetadi. Va yana Bobur Mansurov men bitta narsasiga hurmat qilaman. Ha, okey, uzr. Ha, hurmat qilaman bitta narsasiga, kunduzi sorry. Bobur Mansurov biladi san'atkorligini, hazilkash, endi kimdir clown deydi, masxarabos bo'lishi mumkin. Balki o'zlari ham bilarlar va shu joyini tushunadilar. Men anu siyosat chiqib aqllilik qilmayman. Men bunaqa bo'ldi, men bunaqa qilish kerak deb men aqllilik qilmayman. Meni ishim odamlarni kuldirish bo'ldi. Men shu haddim shu, undan chiqmayman degan pozitsiyani ushlaganlar uchun men hurmat qilaman. Ya'ni o'z o'rinlarini biladilar. Efiopiyalik yigit atigi 17 ta video bilan 615 mingdan ko'p obunachi yig'di. Har bitta videosi millionlab ko'rilyapti, millionlab like yig'yapti. Bunaqasi bo'lmagan hali. G'oya shundan iboratki, u turli o'sha axlatga tashlab yuborilgan kiyim-kechak, eski tuski narsalardan dizaynerlik ishlarini yasayapti. Odamlar hayron u lol. Ushbu yigitga hali dizaynerlik katta kontraktlari berilgani yo'q, lekin izohlarda odamlar allaqachon Louis Vuitton, Gucci kabi jahon brendlarini mention qilib ketishni unutishmagan. Men sizlardan so'ragan fikrlar bo'yicha izohlar esdan chiqmasin. Like, podpiska va albatta do'stlaringiz bilan bo'lishinglar. Xabarlar tugadi. Xayr.